To'xtang. Rasulullohning davri qiziqmi sizga? O'sha davr ko'chalarida yurishni xohlaysizmi? Toshkentda shuni xohlaysizmi? Aynan siz uchun keldi. O'zbek tilida 12 xil menyu. Isro va Miroj, Hijrat, Mavlid, Makka, Fil voqeasi, Muso, Iso, Ibrohim, Makka, Umra, Haj, Madina loyihasi. O'sha Madina Munavvaradagi hamma blogerlar reklama qilgan Madina loyihasi va o'sha Malayziyadagi ora-orada videolarda chiqib qoladi-ku, nodir asar. U ham kelgan. Avtorskiy VR emas. VR O'zbekiston ham xizmatingizda. Tasavvur qiling, dunyo gavhari bo'lmish Toshkentda barcha VRlar jamlanmasi Yunusoboddadir. Yandexga kiring, VR O'zbekiston desangiz chiqadi. Manzilni qo'shimcha qoldiraman. Zenit o'quv markazining pastida mana xuddi shu yerda joylashgan. Bu esa Universamdan kelish. Mana bu Zenit zavodi hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Lindel School yonida. Hasanboyga ketaverish. Manzil shu yerda. Yandexda VR O'zbekiston desiz chiqadi. Aynan shu manzil.